Hammaga assalomu alaykum. Bizda sanoat moylaridan tashqari yengil avtomobillar uchun hamda og'ir yuk tashuvchi avtomobillar uchun ham moylarimiz mavjud. Yengil avtomobillar uchun 5 ga 30, og'ir yuk tashuvchi avtomobillar uchun esa 10 ga 40 va bundan tashqari boshqa pozitsiyadagi moylarimiz ham mavjud. Yengil avtomobillar uchun maksimum brendiga asoslangan 5 ga 30 moyimizni misol qilsak bo'ladi. Bu moy Germaniyada ishlab chiqarilgan bo'lib, GM Dexus 1 moy hisoblanadi. GM Dexus 1 moy degani bu GM avtomobillarini hammasiga to'g'ri keladi degani. Ya'ni GM avtomobillarida Dexus 1 moy quyish tavsiya etiladi. Bu moyimiz esa full pozitsiyadagi GM Dexus 1 moy hisoblanadi. Buni afzallik taraflarini aytib o'tadigan bo'lsam, bu yoqilg'ini ancha tejaydi. Bundan tashqari, tokda yuradigan hamda benzinda yuradigan gibrid mashinalarimiz uchun ham mo'ljallangan moy hisoblanadi. 10 ga 40 moyimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, bu og'ir yuk tashuvchi avtomobillar, ya'ni MAN, Isuzu, bundan tashqari KAMAZ, shunga o'xshash mashinalar uchun mo'ljallangan moy hisoblanadi. Bu moylarimiz sintetika moy hisoblanadi. Agar kimgadir yengil avtomobillar uchun yoki og'ir yuk mashinalari uchun mo'ljallangan moylar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Yana nima deyman? GM mashinalarida yuradigan Malibu, Cobalt, Tracker, Gentra da yuradigan akalarimizga shu vizon jo'natib qo'yinglar.